Urganch shahrida umumiy maydoni 310 kvadrat metr bo'lgan Euro remontdan chiqib turgan kattagina qasrimiz sotiladi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hamma yaxshi niyatda yurgan 2026 da bir hovli joyli bo'ling, yo bo'lmasa bir kvartirali bo'ling deb yurgan hamma yurtdoshimizga nasib etsin. Glavoy shu niyatni to'g'ri qilsangiz kerak bo'lsa, shunday qasrlar ham nasib qiladi. Qaranglar, navbatdagi sotuvga chiqqan qasrimiz Urganch shahrida Uzgazol yonida joylashgan bo'ladi. Gazdan, suyetdan, suvdan umuman muammosi yo'q. Remontini ko'rasizlardan wow deb berasiz. Sababi qaranglar, oddiygina o'zi giraverishdan meni bir hashamatlatib o'tib o'tdilar. Polniy travertindan chiqib turibdi. Va albatta qaranglar, podsvetkalari, plus naveslar ham dumma ajoyib chiqqan. Bu yerda zeleniy zonalarni paxlab, elchalarni ekib qo'ydilar. Oldi qismi berib, to'liq asfaltdan chiqib turibdi. Plus mashinangiz uchun отдельный darvozalar ustanovka qilingan va albatta o'zingiz kundalik kirib chiqishingiz uchun eshiklar ham ustanovka qilingan. Kelingni endi hovli joyini ko'rib chiqamiz. Giraverishda qaranglar, ishning hovlini o'zi kutib oladi. Bu ham kengina qoldirilgan. Kerak kelasiz, o'ng tarafingizda, ya'ni mashinangiz uchun garaj desak ham bo'ladi. Naveslar qilingan, to'liq hamma narsasi taxlangan, plus bu yerda zeleniy zonalari bor. Qaranglar, bu ham zeleniy zonasi bor, podsvetkalari, fasadlari hamma yeri joy-joyida taxlangan hovli joylarimizdan biri bo'ladi. To'g'risi o'zim bir niyat etib qo'ydim. O'zlarimiz ham shunday hovli joylar nasib etsin deb. Bu ham tarafimizga keladigan bo'lsak, besetkasi bo'ladi. Bu yerdan zo'r etib o'tganlar qaranglar. Bu yerdan lyustralar ustanovka qilingan, pul olmagan remontdan har bir narsani hisob kitobini qilinglar. Keyin men joy narxini aytaman, shunga qarab o'zi ko'rasizlar, arziymi, arzimaymi. Bu yerdan zeleniy zonalari taxlangan, bera kerak bo'lsa stol kursi qo'yasiz, yo'q desangiz tapchanni ham sotib bersangiz, hazzatib oilaviy dam olib o'tiraverasiz. Eng zo'r joylardan biri qaranglar, bu yon tarafimiz zal bo'lsa, bu yon tarafimiz kuxnyani oynasi tushgan, kengina bo'lib, eshiklar ham bor. Xohlasangiz bu yerda kuxnyada proxod etsangiz ham bo'ladi, ya'ni kirib chiqmoqqa. Xohlasangiz, yo'q desangiz kerakmaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerdan fasad qismi bir shikarniy chiqqan, xullas hovli joyimiz ham hovli joy. Kelinglar desa, hovli joyimizning ichki tarafini ko'rib chiqamiz. To'liq oynali eshik ustanovka qilingan. Ana endi esa hovli joyimizning giraverish qismini ko'ramiz. Qaranglar, kattagina ishning hovli qismi bo'ladi. Ya'ni dalam kengina tushgan, baland tushgan. Qaranglar, giraverishdan nima kerak bo'ladi bizlarga? Albatta rakyona bor. Rakyona ham zo'rlar ustanovka qilingan. Oynalar ham ko'rib turganingizdek, podsvetkali oynalar bo'ladi. Hamma narsasi joy-joyida turibdi. Hali hech kim yashamagan bu hovli joyda birinchilardan bo'lib o'zingiz yashaysiz, xudo xohlasa. Va albatta pol qismini ko'radigan bo'lsak, to'liq kafel qilingan, ya'ni oyoq kiyimni yechish uchun. Bu yerdan muammo bo'lmaydi. Plus bu joyimizning hamma yeri cho'qli pol orqali qizadi. Ya'ni qaynaydi, qizamaykan, nishab qizadi ekan deb, ya'ni muammo etib o'tirmaysizlar. Xohlasangizlar beanana bir pripojni mebel ustanovka qilsangiz, ajoyibgina bo'ladi, duradi. Va albatta bu kengina hovlimizdan nima kerak desangiz, ishning baland etib, zo'r etib taxlangan bir pattivisi kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, pattivisi ham joy-joyida turibdi. Va albatta televizorlar ham tayyor turibdi, 75lik. Hazzatib oilangiz bilan serial bormi, multfilm bormi, ko'rasiz, o'tirasizlar, bu yerda bir uголок ustanovka etadigan bo'lsangiz, yoki bir divan qo'yib beradigan bo'lsangiz, hazzatib foydalanaverasiz. Dalan qismini ko'rib turibsizlar, zinantendan ham shuncha joy qolgan, xohlasangizlar bu yerdan ham foydalansizlar, dam olish zonasi qilib qo'yib, xullas keng tushgan hovli joylarimizdan biri bo'ladi. Giraverishni ko'rdingizlar, rakyona kerak desangizlar, rakyona zo'rlar ustanovka qilingan, lyustralari hamma narsasi joy-joyida taxlangan. Ana endi esa birinchi xonamizni ko'rib chiqamiz. Eshiklar ham ajoyib qilib ustanovka qilingan. Birinchi xonamiz kattagina o'zlarimizning zalimiz bo'ladi. Necha mehmonimiz bo'lsa, hammasi sig'adi, xudo xohlasa, muammo bo'lmaydi. Sababi ko'rganingizdek, kengina qoldirilgan, kattagina lyustrasi ustanovka qilingan, pullar ayolmagan. Va albatta bu yerimizda devor qismi attachento bo'ladi. O'zingiz ko'rasizlar, bahosini beraverasizlar. Va albatta pattivilari taxlanib turibdi, qaranglar. Bu yerda yana buralar ustanovka qilingan, plus bunda yana o'zining rozetkalari, antenna uchun maxsus joylari va albatta bu yon tarafda depada konditsioner uchun joylar ham, ya'ni elektrik ishlar ham qilib ketilgan. Muammo bo'lmaydi. plus ko'rib turganingizdek, shunday kattagina, yana boshda aytib o'tgan oynam tushgan bo'ladi. Xohlasangizlar, qarang mana. Ya qiziq kelsa yozda, to'g'ri ochasizlar, toza havo kerak bo'lsa,
doğru yana hovlunun özündən taza hava gəlib dura verədi. Vapşe zorku doğru ama. Bulas götürünüzdən bir zalımız boladı. Gengine düşkən həmmə nərsəsi cay-cayında boladı. Ana indəsə en kızıqlı yerinə gələmiz. Qaranqlar. Hovlu cayda ayallarımız yana bir canına bərib işlidon ner boladı biləsəm. İnan şu xana boladı. Qaranqlar. Bir dəm eşiklərini zorlar ustanovka qılınğan. Girəslər, qaranqlar. Aynen şu xanağa mas tətib özünü mebellərini taxlaq qoydular. Mebelmi sən mebel. Girgən vaxtı podsvetka avtomatik yanadı. Nə üçün desə, bunda götürürsünüz, değil mi? Belə ya sensor datçikləri qoyulğan. Geçdə bir uxsıraq turduzdan bir su bu işçəksiz girəsiz svetyanka birimiz özü avtomatik yanadı. Aynen şu yatıb taxlanğan. Keyin qaranqlar, bir də moikəsi en zoru full ustanovka qılınğan. Həmmə nərsəsi cay-cayında. Qaz plita RTL2 boladı qaranqlar. Əli işlətilməyən paket. Yüz bəndə vitişkələri var, polni krasın NDF-də işlənən, podsvetkaləri işlənən. Bir dana işora xaladenlikni qoyadan bolsanız, həzzətib gəlib yaşab getərəsiz. Kuxniya həm gengina qaldırılğan. Bəndə okat pişədi, bedena uqalok yapamasa stol kürsü ustanovka qıladan bolsanız, bed əzzətib oturasız. Yox desəniz, bed ustanovka qıladan bolsanız, qaranqlar bedena özünə məxsus rozetkaləri var, plus bən tərəfdə televizor qoyasınız. Televizor üçün cay taşak getilgan televizor duradı. Bir anda saylavi yeb içib oturarasız. En zor cayı kuxniyamizni aytib o'tganimni qaranglar. Ishini eshik qaldırılgan. Ya'ni hovli qismina bemalol girib chiqadigan foydalansanızlar ham bo'laveradi. Ya bir tutak ketgan vaqtda ochib berasiz, to'g'ri tartib ketadi. Вообще zo'r ko'tarim. En zo'r joyi har bir narsaga detalni qarab mehr berilgan, lustram o'zina moslantirilgan, keyin podsvetkalar ko'rib turganingizdek mebellar berilgan, hamma narsasi joy-joyida taxlangan. Ya'ni bir "Avu bitsa bo'ldi, topshirib ketsam bo'ldi" deb qurib tashlamagan. Ko'rib turganingizdek bu oshxonasi bo'ladi. Galingni endi keyingi xonasini ko'ramiz. Keyingi xonasi ko'rib turganingizdek bir dalan, bu yerda ko'rdingizda zal plus oshxonasini ko'rdingizda. Endi navbat albatta spalniya bo'ladi. Spalniyasına keladigan bo'lsak, girəsiz, spalniya ham zo'r, keng qaldırılgan. Aynaları ko'chaga qaragan pajarniy fota va albatta qaranglar, bu yerda obshivkalar qilib ketilgan. Noga kerak bu desangiz, doğru bir mebelni ekkelasiz, podsvetkalarni dikib qo'yarasiz, azat foydalanaverasiz. Bu ko'rib turganingiz birinchi etajdagi spalniyamiz bo'ladi. Aynan shu spalniyaning zo'r yeri nima desangizda qaranglar. Eshikni ochasiz, spalniyaning eshigini ochasiz. Bu yerda bir düşünün kichkinagina xona qoldirilgan. Ya'ni garderob etib shkaf taxlatib bersangiz bo'ladi zakaz bo'yicha. Kimga zakaz etaman desangiz, Albero mebel aytsangiz, pon taxlab beradi. Plus banana qaranglar endi. Aynan shu spalniyaning o'zini addenni sanuzellari taxlangan. Ya'ni dushi, yurtlaringizdagi rakovinasi va albatta unitazlari ustanovka qilingan bo'ladi. Ana endi qaranglar. Yana bir erkaklar uchun ham addenni xona bor. No'xona ekan u erkaklar uchun desangiz, doğru girib kelasiz. Bu yerda shunday polni kafeldan chiqqan. Plus bu yerda yana erkaklar uchun nima desangiz shu kotelni xona bo'ladi, nima bo'ladi boshqa. Bu yerda kotelnini ko'rib turganlaringizni, zo'llar ustanovka qilingan, nasoslar ustanovka qilingan, hamma narsasi joy-joyida turadi. Bu yerda keyin aristollar ham ustanovka qilingan. Plus qaranglar, bu yerga xohlasangiz kirmashin ustanovka qilasiz. Turbalar tashak ketilgan, to'g'ri kirmashin ustanovka qilasizda, kirmashin o'z ishini qilaveradi. Ko'pchilik sanuzellar qo'yadi. Misol biri yuvinjak vaqtda biri kirib turgan bo'lsa, uje cho'lashik. Ishora qo'yasiz, azat foydalanasiz. Va albatta endi bunga qaranglar. Birinchi etajning o'zini umumiy sanuzel, ya'ni общий sanuzel bo'ladi. Girasiz, ishini kattagina o'zini vannasi kutib oladi. Vannan ham ko'rib turganlaringizdek simisitillar ham dushovoy etib taxlangan. Unitazda bidelar plus rakovinalar hammasi joy-joyida, ham yani bir mehrni berib pulni ham taxlab qo'ydilar. Eng qiziqli joyi ko'rib turganlaringiz, ya'ni bu aynalar ham yana bo'lchalan qo'ylar har xil rozetkada, hamma narsa joy-joyida, fazlakaz shunday rakovinalar ham hammasi ustanovka qilingan. Bu ko'rganingiz birinchi etajimiz bo'ladi. Birinchi etajda to'liq mehrni ayamin berib qo'ydilar, hazzatib yashayverasiz. Indiki navbatda esa ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Qaranglar, ikkinchi etajga chiqaverishdan bu zinani oddiy bir ahamiyat berasizlar. Mehrimiz ham mehr berilgan, pul oy olmagan. Ana endi galanglasa ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Gengina aynan shunday ajoyib zinadan chiqib kelamiz. Bir narsaga e'tibor beringlar. Bu hovli-joyimizni keng ko'rsatish uchun dizaynni shunday zo'r o'ylaganlar, ya'ni berayna oyna ustanovka qilingan. Oynani olga kerak desangizda, bu uzun keng etib ko'rsatadi. Agar bu hovli-joyni oladigan bo'lsangiz, kelgan vaqtda o'zingiz aynan shunga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, вообще zo'r bir yechim etganlar.
Qaranglar, zinadan chiqasda xohlasangiz da o'ngdan, xohlasangiz da chapdan. Ya'ni o'ng tarafda kattalar spalnisi bor, chap tarafda детский spalnisi bor. Chap tarafda ham kattalar spalnisi bor. Ishqil bu yerni o'zingizni planirovkangizda tuzib olaverasiz. Kimga qaysi spalni tushadigan bo'lsa, ikkiga bo'lingan bo'ladi. Sababi uyni shunday hashamatlatib, kattatib ko'rsatish uchun beda chiqaverish deb tip qaraysizdan wow deysiz. Nechun wow desangiz, gengina, oppoqqina chiqqan plus kattagina yana to'g'onalar qo'yiladigan lyustralar ham ustanovka qilingan xullas. Bu videoda sizga yetib bormasligi mumkin, lekin kelib ko'radigan bo'lsangiz, haqiqatdan bir yani yuragingiz jizzatadigan hovli joylardan biri bo'lgan. Shuning uchun keling, ko'ring. Amasanız ham bir kelib ko'p yaxshi niyat etib keting. Bu ko'rib turganingiz esa ikkinchi etajga chiqqandan keyin o'zini hol qismi bo'ladi. Bu yerda ham joylar qoldirilgan. Bemalol xohlasangiz begovoy doroshkadan ustanovka qilib bir sport bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Yo'q desangiz, bir kichkinagina bir jurnalist stoliklarni taxlatasizda, azat kitob o'qib o'tirish uchun tinchgina joylardan biri bo'ladi. Aynan shuni o'zida balkonan ham ega bo'ladi. Balkonga chiqib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bemalol 2 kishi sig'adi, plus holingiz ko'rinib turadi, qaranglar. Dimir ajoyib fon. O'zimiz shu yani yurtda ko'z deymasin dedi-ku. Endi esa qaranglar, o'ng tarafdan chiqib keldik. Birinchi eshikimizni ko'rib turibsizlar. Birinchi eshikdan kiradigan bo'lsak, yana shunning kattagina xonasi sizni kutib oladi. Zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Sababi bu yerda pat TV'lari uchun joylar taxlangan, plus bu yerda yana rozetka disklar va yana konditsioner uchun joylari, hamma narsasi joy-joyida taxlangan. Lyustralar ham zo'rlari qilingan. Aynalar esa pajani xota qaragan bo'ladi. Bu yerni ikkinchi etajni zal qilaman desangiz, zal, spalni desangiz, spalni atib bosib beraverasiz. Bu ko'rganingiz birinchi xonamiz bo'ladi. Eshik lekin o'zi oddiy tema bo'ladi. Aynan shu xonadan chiqib kelib, keyingi xonaga kiradigan bo'lsak, mana bu haqiqiy spalni. Svetlar ham joy-joyida qaranglar. Odam yani girgan vaqtda dam oladi, harorat bermaydigan svetlar, lyustralar ham ajoyiblar ustanovka qilingan. Eng zo'r joylardan biri bu yerda televizor uchun joylar qoldirilgan. Ya'ni bu spalnilarni ustanovka qilasiz, bu yerda televizorni ustanovka qilasiz. Hazratib serial desangiz, serial, muzikaga desangiz, muzika, ya bir tabiatni ko'rib olsangiz, tabiat va eng zo'r joyi bu spalnimiz ham o'zini shuni balkonuna ega bo'ladi. Qaranglar. Ochib berasizlar, shunday bir toza havo kirib turadi. Osmonga qaranglar. Vay. Eng qiziqli joyi borku, bu oynalardan pul olmagan, ko'rib turganingizni eshikda ustanovka ketilgan. Pastki etajlar ham shunday. Shuning uchun aytaman-ku, yana bir topshirsam bo'ldi deb ko'z bo'yamachilik yo'q bu hovli joyda. Endi ba'zi bir kamchiliklari bo'lishi mumkin. Ish joyida kamchilik bo'ladi deb aytadi-ku ota-bobolarimiz. Bu yerlarni o'zingiz ko'rasiz ham bir do'llanadi, endi do'llab berasiz kamchiligi bo'lsa, lekin mayli kamchilik ko'rganim yo'q. Hamma narsasi joy-joyida taxlangan bo'ladi. Yurib, aylanib kelamiz. Keyin bu birinchi xonaga kiramiz. Bu xonamiz ham spalni bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerdan shu odam dam oladi, svetlardan zo'rati fonlari taxlangan. Pattiyisi uchun joyi bor, banda spalnisi uchun joyi bor. Bana esa shkaflarni ustanovka qilasiz, hazratib yashayverasiz. Plus bu spalnimizdan o'zini shunday balkoni bor. Balkondan muammo yo'q. Bu xonadonimizda ko'rganlaringizdek, bu ikkinchi etajdagi ikkinchi kattalar spalnisi bo'ladi. Aynan shuni to'g'risida yana bir xona bor, qaranglar. Giramiz. Giradigan bo'lsangiz, endi baribir o'zbek xalqi bolajon xalq dedi. Детский spalnimiz. Shunday akkuratni taxlangan, hech narsasi yo'q. To'g'ri giradi-da, mebelni ustanovka qilib, hazratib yashayveradilar. Bu ko'rganingiz ikkinchi etajdagi уже 3-chi spalnimiz bo'ladi. Bir zal 3 spalni tushgan. Va albatta qaranglar, shuncha spalni bor ekan bu yerda. Endi bir o'zina bir sanuzel bo'lishi kerak-ku buni desangizda, adashmaysizlar. İkinci etajni o'zini sanuzel ham bor. Xullas, hovli joyni ko'rib tursa, ko'rgan vaqtda baribir yuragingiz jizzatadi-ku, to'g'rimi? Ko'pchilik negativ yozib tashlaydi, shunday bir hashamatli hovli joylarni chiqarsak, nishab solibdi, o'g'irlikmi, nedan topibdi deb. Yaxshi niyatda bo'ling, siz ham shunday hovli joylari ega bo'lasiz, Xudo xohlasa. Aynan shunday hovli joy qidirib yurganlar uchun egasini nomerini qoldiramiz, bemalol telefon urasiz, ustunda galashasizdan xarid qilib olasiz. Narxini chiqmadi desangiz, egasi $220 ming deb tutdi, ustunda galashaman deb tutdi. Döşab beradigan yeri bo'lsa, döşimiz Xudo xolasa gasin deydi, oladi odam bo'lsa deydi, ustunda galashamiz hamma narsani deb tutdilar. Egasini nomerini qoldiramiz. To'g'ri egaga chiqasiz, egani o'zi keladi, ko'rsatadi, dokumenti hamma narsasini tekshirasiz, notariusda pulni berasizda, oldi sotish shartnomani qilasizda, to'g'ri oilangizni kelib, ishini katta xonadonda hazratib yashashingizga nasib etsin. Gazdan, svetdan, suvdan muammosi yo'q.
Urganch shahrında plus Uzgazovning yanında lokatsiyasi egasini telefon so'zda to'g'ri tushuntiradilar va albatta cho'qli pol orqali qizadi. Xudo xolasa uy oltirib qo'ymaydigan xonadonlardan biri bo'ladi. Lekin eng zo'r joyi men bir niyat etib qo'ygan hovli joylardan biri ekan. Sababi menda shunday hovli bo'lishini niyat etganman, ya'ni giradi, mashina bu yerda turadi, bu yerda esa azatib oilaviy o'tiradigan joylar. To'sh shunday xonadonlardan biri ekan. Aynan sizga nasib etsin.